Bu istari Turkiston chiqib o'ziga urib qo'yardimdek. G'urur bilan. Centralniy Aziya, Markaziy Osiyo Ipak yo'li deyapmiz. Ipak yo'li turk xalqlarining yo'li aslida. Это внутренняя дороги связи тюркских народов всех. Entropiya degan tushuncha bor. Mana shu dunyoda nimaki hosil bo'lsa, asta-sekin nuraydi. Bu yerda Turkiston, O'zbekiston yo'q edi o'rda. Turkistonskiy kray. Domla bilmaysiz, bu pasti baland uriyqit mamlaqangi bir joylar edi bu. Rahmat davlatga tekislab berdi hammasini. Vaqtimga Mixail Evgenich Masson degan bir mashhur professor kadr mudiri ekan. Lenin Yevropadan qo'rqqan. O'tsartov, Terey Uzbekov, Kirgiz Kaysakov, Turkmen degan vizasi bor. Bu Ipak yo'li bu narsalar xalifat markazlariga borgan. Yevropaga tarqagan Damaskiy stal nomi bilan Yevropaga tarqagan. Aslida bizda chiqqan narsa. O'zbek romantikasida o'sha yozgan Qo'qon shevasi asosida. O'sha Mervdan kelgan Turkmanistondan topilgan bu buyumlar bizda turardi. Mustaqillik davrida turkmanlar kelib hammasi olib ketib qolishdi. Shuni etagida katta bir g'or ochilgan. Nomi Obonboyning O'ng'iri qozachasiga. Toshkentga yo'naltirilgan yo'lda buldozer tagidan kattakan saroyda qoldiqlari chiqib, Farxuman qo'nash saroy ochiladi. Ajoyib naqshlar chiqadi. O'shaning ustida ajoyib qisman saqlangan kufiy yozuvida ishlangan oyatlar bor ekan. Tagidagi suv sho'r chiqaverib, yemirib tashlaydi hammasini. Xo'p, barchaga assalomu alaykum. Kichik va katta ekranlaringizda Qurultoy ilmiy ma'rifiy ilmiy ommabop podkasti biz takroran tarix bobidan so'z ochish maqsadida o'tuvimizda to'plandik. Bugun bizda o'zgacha son va bu son bevosita Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining tarix fakulteti tashkil topganligiga 90 yil to'lgani bilan bog'liq. Bugungi kunda fakultet nafaqat respublikamizning, balki Markaziy Osiyoning tarix fani sohasidagi yetakchi ilmiy markazlaridan biriga aylangan. Tarix fakulteti 1935-yilda tashkil etilgan. O'tgan davr mobaynida fakultet turli davrlarning jiddiy sinovlaridan o'tganligini albatta aytib o'tib ketishimiz joizdir. 1940-yilda O'rta Osiyo arxeologiyasi kafedrasida tashkil etilgan arxeologik ilmiy to'garak talabalari ilm dunyosiga kirib kelishlari uchun katta maktab vazifasini o'tagan. Masalan, ittifoq miqyosida dovrug'i yoyilgan bu to'garak a'zolari bo'lgan Boris Anatolievich Litvinskiy, Edvard Vasilyevich Ritviladze, Anatoliy Sigdullayev iqtidori tufayli o'qituvchi sifatida arxeologiya kafedrasi olib qolingan edi. Keyinchalik esa ular O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining akademiklariga aylanishdi. Va bugun biz tarix fakultetining 90 yilligini Qurultoy podkasti doirasida nishonlash uchun o'tuvimizga atoqli olim, arxeolog, tarix fanlari doktori, professor Rustam Hamidovich Sulaymonovni da'vat etdik. Ustoz, xush kelibsiz. Sizni studiyamizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz va bugungi maqsadimiz fakultet tarixiga siz aziz tinglovchilar bilan birgalikda nazar tashlash bo'ladi, lekin o'tuvimizga mana shunday yirik olimning tashrif buyurganidan foydalangan holatda biz nafaqat bugun tarix fakultetining o'tmishiga, balki O'zbekiston tarixiga, umuman mintaqamiz tarixiga va mana shu o'lkamizdagi noyob arxeologik yodgorliklar tarixiga nazar tashlab ko'ramiz. Va ustoz, nazarimda o'rtaga tashlashim mumkin bo'lgan eng birinchi va tabiiyki mantiqiy savol shundan iborat bo'ladiki, sizning arxeologiya faniga, arxeologiya olamiga tashlagan qadamingiz qachon edi? Umuman olganda bu sohaning ibtidosi mamlakatimizda va shu jumladan hayotingizda nimadan boshlangan edi? Marhamat ustoz. Har bir davr o'z odamlari bilan kelib ketadi. Va mana shu odamlar, mana shu kadrlar
o'z davrini qiyofasini yasab beradi. Shu nuqtai nazardan Sovet davrida tug'ilib o'sib, umrim asosiy qismi o'tgan 3 davrni boshdan kechirganman. 39-yil demak Stalin davrida tug'ilib, urushga kirib borgan mamlakat. Urushda yengib, azob, uqubat, qiyinchilik, ocharchiliklar hammasi esimda. Keyin asta-sekin ko'tarila boshlagan davr. Shu kezlar maktabga borganmiz. Talab juda qattiq edi, intizom. Soat 8da, soat 7da Toshkentda gudok, butun korxonalar gudok guv etib hammani turgizardi. 8da hamma joyda ish boshlanardi, o'qish ham shu jumladan. Maktabga borsak, pechka yoqqan qishda. U bo'shsalar partalarni tozalagan, pollarni artib chiqqan, top-toza turardi-da. Intizom shafqatsiz edi, hammasi bajarilardi. Repressiyalar bo'ldi. Ko'p narsani boshdan kechirdik. O'sha maktabda oxirgi yillarida Stalin dunyodan o'tib qoldi. Nikita Sergeyevich Xrushchev. Uni odamlar xizmatini yaxshi bilmaydi. Ammo erkinlik bergan, Gulag bilan NKVDni yo'q qilgan, demokratizatsiya tuzumini boshlagan, xalqda eng muhimi qonun to'gizdi shunda. Haligi buxanka, qora buxanka, janoyonlar, boshqa nonlarga ochirlar yo'qoldi shunda. Bora-bora keyin davlat hisobidan kattakon bir programma loyiha asosida hamma shaharlarda imorat qura boshlandi. Temir panel. Bilasizlar. Shu bilan ko'p turmadi u odam. Sabablari ko'p bo'lgan bo'lsa kerak, xullasi Brejnev bobo keldilar. Ko'ngli bo'sh odam edi, dobroy odam edi. Odamlar yaxshi yashadi. Ilm, fan, akademiya, universitetlar, oliy ta'lim, maktabga e'tibor katta edi. Shu xayol oliga yetmaydigan odamlarga juda kattakon ijtimoiy, siyosiy, mana bu sotsial sohasida yordam berib turardi. Bola chaqasiga kiyim berar edi, bog'chalar pulsiz qilinar edi, mana shunaqangi imtiyozlar ko'p edi. Ijtimoiy jihatdan xalqimiz ancha himoyalangan edi. Endi bu narsa erkinlikka, to'qchilikka, sho'xchilik ham bo'ldi, ma'lum bir jihatlardan. Ano-mano bo'lib turib, xullasi Gorbachev davrida mamlakat tarqab ketdi. Qiyin kechdi mustaqillikning birinchi yillari. Rossiya butun bu yerdagi imkon qadar texnikasini, harbiy qurolma, samolyotni hammasi olib chiqib ketgan. Butun korxona, zavodlarda bordi keldi, eshelonda komplektuющий, mana bu butun narsalar yagona iqtisodiy hududda buzilishi juda katta iqtisodiy yo'qotishlarga olib keldi. Hozir mana mingdan-ming rahmat, Islom Abdug'aniyevich mahkam tutib mamlakatni saqlab qoldilar. Hech kim buni qonamadi, urush ko'rmadik biz. Poydevorni juda mustahkam qilib berdilar. Hozirgi prezidentimiz mana shunga tayangan holda gullatyapti mamlakatimizda. Juda kattakon investitsiyalar kiritish natijasida, xalqqa erkinlik berish natijasida qo'lingdan kelganini bajar. Kredit, mana kredit. Loyihami, mana unga boring. U, pожалуйста, bu. Deb turib, ekonomikamiz choqlab ketdi oldiga qarab turib. Muammo yo'qda bo'lmaydi. Beqiyinchilik, muammo o'zi hayotda bironta jabhasi yo'q. Ammo lekin hozir shu muammolarni chechishga xalqqa quloq solib turib,
har bir qadamda mana shu boshqaruv bo'g'inlarda zamonaga javob beradigan nima deymiz, islohotlar davom etyapti. Endi arxeologiya sohasiga kelsak, 57-yil maktab tugatganman men. U davrda eng obro'li kasb fizika, yadro quroli endi egasi, demak energetikasini, jurnalistika bilan sharqshunos ham juda nimasi baland edi. Sababi SSR biqiq, железный занавес bilasizlar, bilan o'ralgan shunday bir hudud bo'lgan. Aynib qolmasin deb kechkama kirgizmasdi ham, chiqarmasdi ham. Chunki o'sha Stalin e'lon qilgan kommunizmni yagona bir hududda o'zimizni mamlakatimizda yaratishga qodirmiz. Shart emas jahon revolyutsiyasi degan yo'ldan davom etib keldi oxirigacha SSR. Og'ir bo'lsa ham, qiyin yillari ham eng ilg'or texnologiyalarni asosiy omillari, bo'laklari, tashkiliy choralari, moddiy manba, mana moliyaviy manbalardan ayamasdan ishlatilib, buyuk, juda katta bir sanoat, ayniqsa harbiy sanoat sohasida birinchilar darajasiga chiqdi SSR. Dunyoning yarmisini so'rab turardi o'sha davrda SSR. O'tib ketdi hammasi. Tarixda bu. To'xtatib bo'lmaydigan jarayon. Entropiya degan tushuncha bor. Ana shu dunyoda nimaki hosil bo'lsa, asta-sekin nuraydi. Hayot anti-entropiyli jarayon. Hayot kun sayin nuramasdan avjiga chiqib boryapti bizda. Insoniyat tarixi shundan iborat. U axborot asosida, axborot sistemasida bu. Hayot axborot sistemasi asosida rivojlanib, kechib, faol qilib boradi hayot. Ana o'sha davrda fizika, jurnalistika bilan sharqshunoslikni sababi fizik bilan sharqshunos chet elga chiqardi. Yoshlarga qiziq edi bu. Muhim edi. Dunyoni ko'rish kerak-da. Shu konkurslar juda katta edi. Endi biz ota-ona, filolog, tarbiyaviy, oilaviy ruh, g'urur, oilaviy ruh nimada bo'lgan, sharqshunoslikka kiraman dedim men. Tayyorlandim o'zimcha, qayta darslarda o'qirdim. U davrda dokument topshirish, imtihon qilish hammasi ro'yrost ochiq oydin edi. Universitetda yillar mana u nimada Amir Temur maydonida skver deyiladi oldin ikkita tosh imorat turibdi. Butun universitet shu ikkita korpusga joylashgan edi. Bu yoqdagi agarda Karl Marx ko'chasiga qarab tursak, chap qo'ldagi korpusda tarix fakulteti bo'lardi. Birinchi qavat vestibyulda bir 10 tacha stol, opalar o'tirishibdi, dokument qabul qilinardi. Qog'oz olib imtihonga kirib chiqardingiz. Keyin o'sha stolda o'zida orqasidagi stolbaga ro'yxat ilinar edi. O'tgan kim, o'tmagan kim. Bir haftadan keyin borsam, chiziq tagida qolib ketibman. Balim yetmagan. Keyin garang bo'lib, ketishimni ham, qolishimni ham bilmay anqayib tursam, opa aytdiki, "Anaqa o'ting ana stollarga. Bu yerda gumanitarniy fakultetlar bor, boshqa fakultetlar, sharqshunoslikdan tashqari. Tarix bor, filologiya bor, boshqasi bor." Keyin borib qarasam, tarixda arxeologiya bor ekan. Men hammaning bali yozilgan. Qarasam, meni balim o'sha yerga o'tadigan. Yetib turibdi. Shuni o'sha yerga topshirdim-da, arxeologiya kafedrasiga rezervist deyilardi, shartlik ravishda kirdim. Vaqtimga Mixail Evgenich Masson degan bir mashhur professor kafedra mudiri ekan.
u podsho davrida Samarqandda gimnaziyani oltin medal bilan o'qigan ekan. Keyin Piterga universitetga injener sifatida o'qishga borganda urush boshlanib ketib qolgan. Talabalarni olib tsarizm hokimiyati 3 oylik artilleriya maktabiga tashlab turib, urushga tashlab yuborgan kelgan. Urushga qatnashaman deb turganda inqilob, revolyutsiya boshlanib ketib qolib, soldatlar quchoqlashib, urush yo'qolib ketgan. Keyin Peterda o'sha sovetlarni sho'rolarni birinchi sovet yig'ilgan. Ilm boshliq Stalinlar. Keyin soldatskiy deputat qilib turib, bu endi savodlik-ku. O'sha batareyani 4ta, 5ta soldati buni jo'natgan. Ko'p o'tmay granatlar urushi boshlanib ketib qolgan. Qirg'in. Shuni hammasini tashlab uyga kelgan bu Samarqandga. Samarqandda u davrda Vyatkin degan bir arxeolog, o'lkashunos, fidoyi, fanatik arxeologiya. Afrosiyab qavmi, boshqa qavmi o'zini hisobidan dalillarga chiqib tekshiruv ishlarini olib borgan. Havaskor sifatida. O'zi chinovnik. O'sha bir general gubernator bir balo sohalarda xizmat qilgan odam. O'sha davrda endi mana kutib kerak. Turkistonskiy krujok, любитель arxeologiya bor. Aktivistlari bor. Kim bu sohani fidoyisi, kim nima qilyapti, hamma bir-birini taniydi. Yillik byulleten chiqaradi bular, to'plamlar, dokladlar qilishadi, bor tilda qatnashadi bunga. General gubernatorda e'tiborida, panohida qarashib turibdi bunaqa narsaga. Chunki endi Yevropa davlatida har xil madaniy oqartuv, siyosat xos bo'lgan Yevropaga. Keyin mana bu yerda podshoning yana bir tarafi ichki hayotga aralashmagan. O'zini poddanisi, hozir fuqaro deyilyapti endi, sifatida qabul qilgan, lekin ichki hayotiga, qozi nimasiga, sistemasiga, qozilik sistemasiga, diniy nimalarga, odatdagi ichki hayot, ichki oilaviy tuzum, bozor, o'char, umuman mana shu madaniyatimizni kompleksiga aralashmagan, o'z holiga qo'ygan. To'g'ri bo'lgan bu siyosat. Keyin inqilob bo'lgandan keyin bu narsa o'sha aktivistlar, mason qo'shilgan, boshqa inqilobdan keyin bu yerda Turkiston, O'zbekiston yo'q u davrda. Turkistonskiy kray. Podsho davrida Xitoydan Kaspiygacha buyuk nimasi qiyofasini saqlagan, maydalamagan. Inqilobdan keyin hurriyat harakati. Chunki Leninlar Svoboda народом, Zavoda рабочим, Zemlya kristyanim degan shiorlar bilan xalq ko'tarilgan. Hamma. Ammo hokimiyatga kelingandan keyin konsentratsiya, bir qo'lga butun hamma narsani yig'ish lozim bo'lib qolgan. Chunki Antanta, bu yerdan Yaponiya, urush boshlangandan keyin tashqi urushlar qolib ketib, oqlar, qizillar, turli tuman guruh, partiya, firqalar ko'payib ketib qoladi. O'zaro raqobat boshlanadi. Bu o'rtada Turkiston ham bayroq ko'tarib mustaqillik talab qiladi-ku. Lenin Yevropadan qo'rqqan. Finlandiya, Boltiqbo'yi mamlakatlari, Polsha bervoradi. O'rtasiga aytadiki, Turkiston Nashinskiy kray deydi. Kimga beramiz deydi. Xitoygami yo Islomgami deydi. Himoya qilish kerak deydi.
eplolmaydi. Bosmachilikni qoralaydi, o'qiladi, biqiladi, qirg'in qiladi-da xullasi. Endi ikkinchi sohadan politbyuro a'zolari aqlli odam bo'lgan. Lenin ham o'qimishli odam bo'lgan. Shunday qilish kerakki, umuman bularni boshi qovushmasin. Stalinga topshiriladi bu narsa, razmejevaniya masalasi. O'zi mayda millat. Boradida Ukraina bilan Belarusni bitta qiladi, Kavkazni bitta qiladi, Turkistonga qaraydi, bir butun qiladi u ham. Lenin viza yozadi. Tavash Stalin. O'sha o'zimizni haligi 90-yillardagi faollar o'sha birdan ochilib ketib qolganda arxivlarda, o'sha KGB arxivlaridan ko'chirib keldik kserokopiyasini o'zim ham ko'rdim, menga ko'rsatishdi-da. Отделить от Сартов - Узбеков, Kirgiz Kaysakov и Turkmen degan vizasi bor. Lenin o'lib ketadi. 24-yilda O'zbekiston bilan Turkmaniston Sovet Sotsialistik Respublikalari maqomini oladi. Qozog'iston urush arafasida maqomini oladi. Qozog'iston oldin RSFSR tarkibidagi Sovet Sotsialistik Respublika bo'ladi. RSFSR tarkibida Qirg'iz Nasionalniy Kray. Tojikiston O'zbekiston tarkibida. Qoraqalpoq Qozog'iston tarkibida bo'ladi. Keyin yoz boshlanadi. Qoraqalpoqlar yozadiki, nima qozoqlar bizni qozoq yozyapti, biz qozoq emasmiz deb shikoyat qilaveradi. Orada O'zbekiston yopishtiradi uni. Lenindan keyin bo'lyapti bu mojarolar Stalin davrida. Toshkentlik degan, Samarqandlik degan millat ajratilmagan bu yerda. Qozoqmisan, o'zbekmi, tojikmi, quda anda bo'lib mana bunday yashayvergan yagona Turkistonda. Az ro'zi azal biz odatimiz shunaqa bo'lgan. Bu madaniyat, bu sivilizatsiya. Millat ajratish islomda ham gunoh. Diniy mazhab u boshqa narsa. Lekin Xudo oldida hamma dunyoga kelgan inson hamma huquqqa ega. Xullas qalon Tojikiston ham keyin ajraydi. Ana shunday qilib hosil bo'lgan. Turkkomstaris O'zbekiston ajragandan keyin poytaxt Toshkentga kelib qoladi, Toshkent ko'chiriladi. Mason faol qilib bu yerda arxeologiyani yurita boshlaydi. Arxeologiya institutlari yo'q, akademiya yo'q. Masoniston keyin bu yerda nimada qoshida o'sha universitetimiz qoshida sharqshunoslik fakulteti ochiladi. Bartotlar, boshqa yirik olimlar leksiya o'qiy boshlaydi. Chunki aziz bilasiz, Turkiston universitetini jadidlar askanaslar 18-yilda kelgan Lenin o'rtaga tushib, Sovet davrida delegatsiya yuborib, boshqa turli tuman fanlarga tegishli mutaxassislarni ham eshelonga bosib, Turkistonskiy universitet deb ochiladi, ya'ni qaytadan go'yo. Haligi razmejevaniya bo'lgandan keyin Srednyoaziyskiy государственный universitet degan nomini oladi. Shunga kirganman, shunga o'qishga. O'qiyotgan kezlarimiz Tashkentskiy universitetga aylandi. Mustaqillik yillari O'zbekiston Milliy universiteti bo'ldi yana qaytadan. Sababi mana shu Turkiston universiteti SAGU asosida akademiyalar ochildi. Qozog'iston, Tojikiston, Turkmanistonda butun universitetlar ochildi. Hammasi shu yerdan chiqqan kadr bo'lgan. Xullas, Maso o'qiyotgan kezlari Рабочий крестьянский ishchi dehqon universiteti. Keyin Samarqanddan kelgan qaysi bir o'zlardan bittasi yozaveradiki, bu begona odam. Bu sinfiy dushman bizda. Yashirin kirib olgan yolg'on yozib. Otasi boy bo'lgan, Samarqandda uyi bor mana. deb xabar bergandan keyin ishdan haydaladi, bu o'qishdan haydaladi. Mason. Keyin geologiya fakulteti bor. Yagona o'sha davrda boshqa geologik tashkilot yo'q. O'sha geologiya fakultetini
tanish bilishlari kitobxonachi, bibliotekar qilib ishga olishadi. Bu forsiyda o'qiydi. Nimasida gimnaziyada lotin bilan grek tilini o'rgangan, fransuz tilini biladigan odam. Foydasi tegadi buni. Bu arxeolog sifatida kelgan butun qadimiy manbalardagi bor, arab sayyohlarida manbalardagi bor, ko'mir koni qayerda, temir koni qayerda, mis qayerda, tilda qayerda, hammasini ro'yxatini yozib beradi. Yaxshi ko'rib qoladi geologlar. Bu tayyor ekan, bor ekan, shuncha ma'lumot bor ekan deb turib, buni o'ziga maxsus ekspeditsiya qilib berishadi. Ohangarondan boshlaydi. Bu endi mashhur Chatkala-Koraminskiy massив. Butun polimetal, butun dragmetal, tilla koni deysizmi, ko'mish koni deysizmi, hammasi bor bu yerda. Hozir ham bor. Tunkat degan O'rta Asrda kattakan bir pромышленный shahar bo'lgan. Butun temirchilar, piskarlar, kattakan bir производствоlar bo'lgan bu yerda. Bu yerda mana u Damaskiy stal degan narsalar o'zimizdan chiqqan aslida. O'rta asr metallurglari qiziq bir metod topgan. Bu miq degan joydan, zomindan boshlangan. Keyin bu soha, bu texnologiya Axsiketga o'tadi, Farg'onaga. Ko'zacha tigil deyiladi endi. Ogniuporniy tigil o'sha sopoldan qilinadi, maxsus loylardan qilinadi. 1000 gradusda ham erib ketmaydi. Ichiga tosh maydalanib, loyaga tosh qo'shiladi, shuning uchun ogniuporniy bo'ladi. Ogniuporniy kirpich bor-ku. O'sha shunaqadan ko'zacha qilinib, bir qator ko'mir, bir qator yanchilgan ruda, bir qator ko'mir, bir qator ruda qilib, o'shani qo'yilgan kattakan xumdonga. Lekin bosib temperaturada bu yerdan ko'tarilgan. Ana shunda uglerodlik yumshoq oq, keyin yana qattiq zarang uglerodlik cho'yan, yana keyin ikkinchi qavati oddiy yumshoq oq temir bo'lib chiqaveradi. Uni keyin hali sopolini sindirib tashlab, Axsiketda atvallarida tonalab bunaqa sopol yotibdi. Obdan xumdonda qizartirib, keyin mana sangdon bilan kuvalda, bolg'a bilan buni urib, hanjarmi, omochda uchimi, tishimi, boshqa narsami, hamma narsaga ishlatilgan. Endi mana shu metallda hozir ham qaytadan shunaqa narsalar chiqyapti, bozorda, pichoqlarda ko'rdimman. Jimir qilib turadigan o'sha qora metall bilan oq metallni ko'ra ajratsa bo'ladi. Uni nimadan iborat? Bir qayradingizmi? Ana qattiq qora qismi cho'yan, keskir, u o'tmas bo'lib qolmaydi. Lekin oq yumshoq metall cho'yan yorilib ketadi. Yorilgan u qo'ymaydi. Bu Ipak yo'li bu narsalar xalifat markazlariga borgan. Yevropaga tarqagan Damaskiy stal nomi bilan Yevropaga tarqagan. Aslida bizda chiqqan narsa. Bu texnologiya почти turk xoqonligi davridan boshlab turib ishlanadi. Xalifat davrida уже ishlab bo'lgan bu texnologiya. Xullas kalon Masonni obriga oshib, bu yerdagi geolog professorlar tashabbusi bilan kafedra ochish kerak. Arxeologiya zarur narsa ekan deb turib, tarix fakultetida kafedra ochiladi. Mana 85 yildan buyon shu xizmat qilib kelyapti shu kafedra. O'qishga kirganimda mudir mason edi. Tsarizm davrida tarbiya olgan Rus aristokratiyasini madaniyati yuqqan odam edi. Juda o'qishni talab qilar edi. Gimnaziyadan maktabini o'tganda juda qattiq edi. Disiplina masalasida qilt etdingizmi, уже janjal bo'lishlanar edi. Hamma bolalar albatta arxeologik to'garakka qatnashish shart edi. 1-kursdan 5-kursgacha. Masonni o'zi kelib raislik qilardi. Yoki to'garakda raisi student o'tkazib qo'yib, bizni qatorimizga kirmay o'tirardi. Turkistonlik ekanligidan faxrlanardi.
bu istari Turkiston chiqilib o'ziga urib qo'yardi bunday g'urur bilan. Ana shu razmejovaniyani qabul qilmagan bu odam. Mason. Chunki turk komissariyasi davrida eshak minib Chimkat o'sha nimalarga chiqqan bu. Tojikiston tog'lariga chiqqan bu. Turkiston yagonaligida suya qotgan odamda bu. Ajrashishni qabul qilmasdi bu, ko'taramasdi fe'li. Lekin kerak edi bu siyosat uchun. Turkiston tinchitish kerak, tamom. Yana bir narsani aytay. O'sha mustaqillik, o'sha ajrashgandan keyin o'zbek tili, qozoq tili, qirg'iz tili grammatikalarini o'zbek emas. O'sha bizda Polivanov degan bir mashhur poliglot odam bu yoqqa surgunga haydalgan, o'zbek grammatikasini o'sha yozgan Qo'qon shevasi asosida. Ana Qozog'istondagilar qarshi chiqqan jadidlar. Ahmed Baytursun degan odam bo'lgan. Qarshi chiqqan, bizda tilimiz bor, Navoiyni. Sarashakatayskiy shevasi. Navoiy tili u. Madrasalar, maktablar hammasi shu tilda o'qigan. Abaylar ham shu tilda o'qigan. Ahmed Baytursunlar otilib ketgan hammasi. Hozir haykal qo'yib qo'yibdi shunga. Chimkatda ko'rdim. Xullas, mashaqanga juda chuqur, kardinal tarzda madaniy landshaftda, milliy holatda isloh qilinadi. Hozirgi yoshlar bilmaydi buni. O'zbekiston tarixini men hamma joyda aytaman, 24-yildan boshlab yozish kerak. Sovet davrida ham tushungan odamlar shunga qarshi chiqqan. Misol uchun o'sha Masonning o'g'li Leningradda direktor bo'lgan arxeologiya institutida. Juda ko'p shogirdlari bor O'rta Osiyodan. Shuni tashabbusi bilan keyin Litvinskiylar yana bir ikkitalar qo'shilganda надо писать историю Средней Азии. Bu 70-yillar. Hammamiz entuziazm bilan qo'shildik. Qanday bo'lsa. CKKPSSdan o'tardi hamma narsa. Tasdiqdan o'tmasa bo'lmas edi. O'sha yerda bir Ponomaryov degan o'sha g'oyaviy ideologik rahbar o'lardi. Shunday to'tgan. Yo'q. Yana hech kim kerak emas bu narsa. Pусть свою историю республики пишет dedi. Qolib ketdi yana. Hozir mana bu prezidentimizga yana bir qayta rahmat deyman. Shu kishini tashabbusi bilan Turkiston, Qozoq, Qirg'iz, boshqalar uyusha boshladi. Bizning prezident tashabbusi bilan. Bu narsa amalga oshadi bugun emas ertaga. İlk yillari qanaqa kechdi? Mana demak fakultet tashkil topdi, sekin taraqqiy eta boshladi. İlk qaldirg'ochlari chiqdi. Endi bunday. Qanaqa edi muhit? Rahmat. O'sha dunyoqarash Sovet sotsialistik internatsional dunyoqarash hukmron. Rahbar, dekan, universitet rahbarlari albatta kommunist bo'lish kerak. Albatta o'z xizmatini juda tushirish kerak. Politicheskiy podkovanniy, ya'ni siyosat yo'lidan toymaslik kerak. Shunaqalar boshqarar edi. Lekin talabalar institutida, doirasida, talabalar darajasida hozir qanday bo'lsa erkin, xushchaqchaq, chopqillab, o'qib, xizmat qilib, imtihondan, shpargalkadan foydalanib, talaba o'zgarmaydi, yoshlarning hammasi bir xil. Hozir ham dars berganda shpargalkadan qo'rqma deyman, men ham foydalanganman deb qo'yaman. Aldab nima qilasan? deb bilsa bo'ldi. Shpargalka ham yozayotganda-chi, mana bitta qoladi-da. Shunaqa edi. Lekin komsomol majlislari bo'lardi, komsomol boshqarardi. Komsomolning rahbarlari, o'sha sekretarlari tuzukroq oilani bolasi bo'lardi albatta. Sovet davrida ham bor edi bu narsa. Komsomolga men vaqtida maktabda yoshim yetganda 14 yoshdan hamma kirardi komsomolga. 7-8-sinfda. Men
bilmay qolibman, man ro'yxatga tushmaganman. Ertasiga borsam hamma kamsabol o'zini cho'kta qilib yuribdi, xursand. Man hech bilmay nima bo'ldi desam, man yonimda bir yevrey bola o'tirardi. Uni otasi urushda yo'qolib ketgan daraksiz. Bizni boboy unda qamoqda. Ikkovimiz qolib ketganmiz. Endi universitetda komsomolga kiraman deb harakat qilsam, universitet komsomol organizatsiyasini, tashkilotini sekretari, rais o'sha ma'lum bir yuqori doiraning bolasi ekan. Menga qarab, "А почему вы раньше не поступили?" Xo'p, mana shunaqa bo'pti. Undan keyin harakat qilmaysiz. Endi siz ham bir karyeraga erishmoqchisiz-da, deydi menga. Basharasiga biroz chopsam, ro'yxatdan o'chaman. Aytdim, yo'q, uncha emas dedim. Komsomol bo'lib qolganman. Siyosiy aspekt hayotda doim bor o'g'lim. Har bir qadamda bundan qochib qutula olmaysan. Jamiyat shunday tuzilgan. Insoniyatning psixologiyasi shunaqa. Ustoz, mana Massonni tilga oldingiz. U kishini biz ham hayvon ustoz deb bilamiz, kitoblarini o'qib katta bo'lganmiz. Lekin u kishidan boshqa yana kimlar dars bergan sizga yoki kimlar siz bilan o'qigan, mana biz bilgan mashhur olimlar umuman kimlar bitirib chiqqan shu fakultetni? Endi ana shu mason davrida arxeologiya kafedrasida maxsus O'rta Osiyoga kadr tayinlanar edi. Ammo lekin bundan tashqari yana bir maktab bor edi, Yo'qlam maktab. Pedrinskda dars berardilar u kishi. Keyin u kishi O'zbekiston tarix arxeologiya institutida bo'lim boshlig'i edilar. Arxeologiya bo'limi boshlig'i edilar. Sektor bor edi. Pushkin nima haliga Vyatkinda bir alohida sektori ham bo'lardi. Ikkita ekspeditsiyasi bo'lardi bularda. Bu narsa urush yillari shakllana boshlangan, bilasiz. Oldin o'sha akademiya ochilgan oldin. Lekin tarkibida tarix instituti ochilgan. Bu yo'nalishda ham arxeologiya rivojlanib borgan. Davlat qarorlari bor. Kim tashkil qilgan, nima qilgan? Usmon Yusupov juda qattiq buni qo'llab-qo'ltiqlagan. Bu parallelniy raqobat bor o'rtada, albatta, ilmiy sohada. Bundan tashqari Sergey Pavlovich Tolstoy degan bir mashhur olim, arxeolog, etnograf va hokazo, lingvist, tilda ham yaxshi bilardi u. Xorazm ekspeditsiyasini tashkil qilgan. Bu ham juda katta o'ziga xos bir maktab bo'lgan. Ana shu 3 ta maktabda kadri butun o'rtasiga yetib bo'ldi keyin. Endi bevosita mana bu o'zimiz kafedraga qaytadigan bo'lsak, asosan rus domlalari o'qirdi. Keyin yana kafedramizning kuchli tarafi 1 yil guruhga fors tili o'qitardi, 2 yil. Keyingi guruhga arab tili kirardi. Yana fors tili kirardi, yana ashna qilib fors arabiy tili ham o'qirdik biz. Men zaboni forsiyni o'qiganman. Hali ham esimda bor. Totiro guft. To'ta bunday dedi, bunday degan she'rlar o'qib yodlaganmiz. Kalilova jimdanmi deyman. Va shunaqa bo'lsa kerak, shunaqa bo'lsa kerak. Nikolay Filaretovich degan o'ris o'rgatgan bizga. Fors tilini. Keyingi kursda bir samarqandlik, Lelnobodlik o'zimizni vakil fors tilini o'rgatdi bizga. Arxeologiyani asosan rus bolalar, rus domlalar o'qirdi. Falsafa, tarix, boshqa kurslar, o'zbek gruppasida o'qiganman. Ular o'zbek tilida o'sha falsafa, boshqa umumiy fanlar o'qilardi o'zbek tilida. Endi mana ixtisoslashgan, misol uchun numizmatika, shaharlar topografiyasi, arxeologiya metodikasi va hokazolar hammasi rus tilida o'qirdi. Zamira Usmonova degan, Svetlana Borisovna Lunina degan, Luninning qizi, Pugachenko mason oilasi. U juda o'tkir san'atshunos, didi nihoyatda nozik, san'ati juda yaxshi ko'radigan, doirasi nihoyatda keng odam edi u kishi ham. Shularda
tarbiyasini olganmiz, leksiyalarni eshitganmiz. Pugachenko va katta san'at emasmi? Albomlarni ko'tarib kelardi, letskani yozib bo'lganimizdan keyin ana shunday varaqini ochib, вот видите, вот это вот индийский храм dedimda aylantirib hammamiz o'zimizga ko'rsatib chiqardi. Bittama-bitta. Ha, o'shanda gruppada 10 ta, 7 ta, 14 ta bola arxeologlar kamida soni o'qirdik. Kafedrani qoshida ikkita yaxshi muzeyniy kabinet bo'lardi. Bittasi antik davr, ikkinchisi o'rta asr. O'sha Mervdan kelgan Turkmanistondan topilgan butun buyumlar bizda turardi. Mustaqillik davrida turkmanlar kelib hammasi olib ketib qolishdi. Endi imkon qadar klassikani o'rganganmiz shu yerda. Keyin kafedrani tugatib, numizmat bo'lmoqchi bo'ldim. Juda qiziqarli o'qitardi Xelgench. Muhimi, birinchi kursdan ekspeditsiyaga olib chiqilardi. Eng muhimi. Ekspeditsiya chiqdingmi, mana plashatka saniki, mana uni kovlaysan, mana materialni manada ishlaysan. Bilmay ishlardik. Keyin domla kelib, Pugachenko va Muzamir apami, boshqasi yo'q demas, Rustam mana bunaqa ishlash kerak. Mana bunaqa, bunday chizasan buni. Buning bo'lmaydi, pistashardi. Birinchi kursdan eng muhim biz faol, haqiqiy fan tadqiqot jarayonini pastki tabaqasida o'z qo'limiz bilan olib, o'qib, o'zimiz mana razrezani tozalab, bunday sloy chiqdi, bunday qatlam chiqdi, mana o'zgaryapti, mana u chiqdi, mana qanaqa. Raskopda o'tirgan Zamir bunday qarab turib, urishib, bunday emas, bunday qilgan, ana tekstlab, ana yerda bunaqa qo'yib qopti. Ты что sloy zarubil, ko'rmasdan qayerda eding, ko'zing qayerda edi, nega kovlavording buni, menga tegmasligi kerak edi deb. Siltab o'tirardi. Tanbeh berib. Ha, ana shunisi muhim. Yosh yigit kirgandan keyin, arxeologiya o'qigandan keyin haqiqiy praktik arxeologiyani o'rganganishi ahamiyati juda katta. Xullas kalon universitetni tugatib, numizmat bo'laman deb men Dadaboyev G'ulomjon aka degan kursdoshim bor edi, ikkovimiz nimaga keldik? Tarix arxeologiya institutiga, Yahyo G'ulomov qo'liga tushdik. Dadaboyevga mavzu berdilar. Toshkent voqeasini sug'orish tarixi. O'zlariga yaqin mavzu. Ha, o'zini sohasi o'qishini. Keyin men aytdim, domlaman, numizmat bo'laman. Qanaqa numizmat? Xotinlarni kabinetda o'tiradigan, muzeyda o'tiradigan odamlarning ishi. Arxeolog bo'lasiz. Dalada yurasiz. Tanlovga huquq bermadi. Yo'q. Shu bilan arxeolog bo'lib ikkita ekspeditsiya, birinchisi o'sha Varaqchi ekspeditsiyasi, ikkinchisi Maxandar ekspeditsiyasi deyilardi. Domlaga qo'shilib nimaga ketib qoldik? Zarafshon etagiga. Maxandariya deganday o'zlashtirilmagan joylarda suv oqayotardi o'sha payt. Buxoro voqeasi ham kichkina edi o'sha davrda. Respublikamizda 10 million aholi yo'q edi. 900 ming bo'ldi shunda. Va o'qib yurgan 3-kursda aholi soni 900 mingdan oshdi. 2-kursmi, 3-kursda edim, gazetada ko'rib xursand bo'ldim shunda. Hozirgi payt uchun aql bovar qilmas raqamlar. Kichkinagina 1 million aholisi yo'q edi. 600 ming shunaqa edi aholisi. Toshkent o'zi kichkinagina joy edi. Tinchgina, serdaraxt, ariqlari to'ra suv jilirayotar edi. Hozir million odam bo'lib ketdi. Hozir sig'inib ketgan. Men Toshkentda yursam, o'zim yurgan ko'chalarimni tanimayman. Yoshligingiz o'tgan. Qayerda, qaysi transportga o'tirib, qayerga borib so'rab yuraman. So'rab yuraman hozir. Ana shunday qilib arxeolog bo'lib, u davrda endi laborantman, 7 oy, 8 oy dalada qolib ketaman. Ekspeditsiyadan bu yoqqa tashiydi, bu yoqdan bu yoqqa tashiydi, bu yoqdan bu yoqqa tashiydi. Odam kamligi uchun o'sha Yahyo G'ulomov ekspeditsiyasi 5-6 ta aspiranti bor. Navbati bilan bir uni temasiga borib kovlaymiz, bir buni temasiga borib kovlaymiz, bir buni temasini kovlaymiz. Shu payt 50-yillardan boshlangan bo'lsa-ki, Charvoq GES qurila boshlavdi-da. Yahyo G'ulomov ekspeditsiyasi Ahad aka bor, O'tkir Islamovich, Ahmad Asqarovich, Nasriddinov degan odam bo'lardi, chiqib o'sha havza suv bosadigan joyda razvedka qilib, nima bor, nima yo'q, suv tagida nima oqib ketadi deb turib, soyni boshiga chiqishsa, Oppartov asli nomi, qozoqlar. Endi u yerda o'zbekning o'zi yo'q.
tojik, qirg'iz, qozoq. Hozir o'zbek bo'lib ketdi hammasi. U davrda Xo'jakent o'zbek edi, u yog'i aralashmagan edi. Mhm. Xo'jakentda o'zbek bo'lgan sababi eshonlar borib markaz qilib olgan o'sha yerda. Inqilobdan oldin. De keyin qozoqlar Paltov derdi. Kartaga Paltavka bo'lib tushib qolgan. Mhm. De o'sha yerda kichkinagina bunday soycha ajragan. Shuni etagida katta bir g'or ochilgan. Nomi Obonboyning Ung'uri qozachasiga. Mhm. Keyin borib qarasa ustida yotibdi Mosterskiy toshlar, o'rta paleolit, o 70 ming oldingi toshlar. Chunki geologlar o'sha g'orda ichida kichkina shurf qilgan ekan, turpog'ini chiqarib tashlagan. Arxeologik material geolog kerak emas, yotibdi. Terib kelishdi. Yog'lamishdi do'sti Mixail Mixailovich Gerasimov, mashhur antropolog bilasizlar. Xabar ketgan. Zing'ilab keldi u kishi. Ekspeditsiyaga laborant sifatida men ham qatnashdim. Endi u universitetdan tashqari bo'layotgan tarix. Xullas kavlandi, nomi chiqdi. Keyin menga tema bo'lib tegib qoldi. Oldin Nasriddinov temasi edi. Bir balalar bo'lib qandaydir sabablar tufayli yaxshi odam edi deganda bo'shab ketishga majbur bo'ldi. Shu bilan Mixail Mixailovichga shogird tushib, malakalarga erisha boshladim mana. Endi universitetga kelsak, universitet o'z faoliyatini o'zgarmagan holda davom ettiraverdi. 70-yillar arafasida Samarqandni 2700 yilligi nishonlanish kerak bo'lib qoldi. 2,5 yilligi. Chunki Cherenoshkin ishlaganda urushdan keyingi yillari o'sha yerda Afrosiyobda mudofaa devorlarini kavlab, bunaqangi uzun prямоугольный, bo'yi 50, eni 30, qalinligi 10 santimetrlik ahmolar davridagi g'ish, xom g'ishdan devor ko'tarilganligi ma'lum bo'ladi. Aleksandr kelgandagi kvadratni 40-40, 12 qalinlikdagi g'ishlar yangi standart keladi. U ustida haligi Aleksandrning standartli g'ishlar topiladi. Samarqand 2500 yillik deb maqola yozadi u. Bu 50-yillari. Keyin Ukrainaga ko'chib ketadi. Chunki bu yerda Tolstoy bilan Cherenoshkin orasida raqobat bo'lib qolib, Tolstoy endi MGUda dekan, Stalin referenti etnografiya sohasida Sibir daryolarini Xorazmga burish kerak degan g'oyani bir shu ko'targan. Obro' katta. Bugun ham endi oddiy Toshkentda yurgan arxeolog teng kela olmaydida Ukrainaga ko'chib ketadi. O'zini xotiralarida yozib qo'ygan. Sergey Pavlovich не пустил меня в Хорезм. Yozib ketgan keyin. Arxeolog Ukrainada mashhur skifshunos arxeolog bo'lib ketdi u. Shunda institut hamma arxeologlar ko'chib bordi Afrosiyobga. O'sha 68-69lar Afrosiyobda juda katta joylari kavlandi. Hammasi sababi nimadan iborat? Yubileyga Gorspolkom familiyasi esimdan chiqib turibdi. Tarix instituti taqib ketgan tarixdan. Frontovik. Samarqand vakili. Jizzaxdan chiqqan odam. Familiyasi nima edi? Sharof Rashidovga qarindoshlar ekan. Qarindoshligi bor. Shu Gorspolkomda raisi Afrosiyobda shahar mana chorsi bor-ku, pastiga Siyob bozor. Shuni yo'lidan tikka kesib aeroportga yo'lagan. Tikka kesib bunaqasi Toshkentga yo'lagan. To'g'ri ko'prikka to'g'rilab turib. Oldin yo'llar aylanib borgan Afrosiyob tarafidan. Arxeologlarga quloq solmagan. Yubileyga obodonchilik kerak bu. Davlat pul ajratib turibdi. Nega? Kerakmi? Kekovla. Deganda butun arxeologlar safarbar bo'lgan o'sha yerga. Ishlayotibmiz. Shunda
Toshkentga yo'naltirgan yo'lda buldozer tagidan kattakon saroyni qoldiqlari chiqib, Varxuman Xunash saroy ochiladi. Ajoyib naqshlar chiqadi. Arxeologlar janjal qiladi. Axloq degan arxeolog shartta buldozerga yotadi o'zini tashlab. Ustimdan o'tasan deb. Buldozer chiqib, "Mama palam pistani boshlaydi. Qaloq beryapsan." Militsiyalar keladi. Telegram ketadi u yoqqa. Arxeologlar shishkin shunda. Nimani rahbari. De komissiya keladi. To'xtatiladi yo'l. To'xtatiladi, o'sha saroydan bir 10 metr, 15-20 metr pastga tushirilib, baribir Kaprasiyapni ustiga o'tadi-da. Shundan keyin buni Samarqandda yurgan turistlar eshitadi shunaqa, sensatsiya bo'lib ketadi. Borib haligi narsalarni suratga olib, chet elga gazeta jurnallarga chiqib ketib qoladi. Shundan keyin hokimiyat nazarga tushib, Moskvadan keldish keladi, akademiyani prezidenti keladi. Ko'radi-da, deydi, "O, ajoyib narsa ekan, ko'rmagandim biron joyda bunaqa narsani. Samarqand shahrida arxeologiya instituti ochsa ham bo'lar ekan", deydi. Da, shuni gapini mahkam ushlaydi bizgalar. Chunki Moskva unaqa maxsus institutlarga joy berib ajratish uncha nima emas. Chunki bu davrda холодная война. Butun kuch-quvvat, ekonomika, harbiy mudofaa sohasida xizmat qilayotibdi. Toshkent akademiyasini juda katta qismi ham shu zakazlarni bajarardi. Fizika, kimik, texnologiya, boshqa institutlar, biologiya institutlari shu sohada ishlardi. Hammasi harbiy sohada o'zini dogovorlari bor edi. Zakritniy tema, yopiq temalarda ishlarlardi bu. Bir hisobdan ana shuni ijobiy ta'siri shundan iboratki, bir qator katta ilmiy markazlar, nihoyatda yutuq, yaxshi o'tkir kadrlar tarbiya topdi shu sohada. Butun Soyuzda markaziy asosan institutlar bilan yaqin hamkorlikda ishlandida. Keyin vaqtimizga yana bir narsa, Habib Abdullayev degan mashhur geolog shu davrda Gosplanning raisi bo'lgan, Gosplandan tushib ichki bahslar bahonasida akademiyaga rahbar qilib qo'yishdi buni. Gosplandan ketayotganda katta summani akademiyani byudjetiga tiqib yuborgan bu odam. Akademiyaga o'tgandan keyin u puldan akademiyani gullatib yubordi bu odam. Yuzlab o'zbek gruppalarida bolalarni tanlab, har bir institutga o'ta berib, hammasini Kiyev, Moskva, Novosibirsk, Peter, Mitr markazda eng katta, eng mashhur institutlarga yuborgan bu. Yaxshi, o'tkirlagan qilichdek urgan joyini cho'rt kesadigan kadrlar kelavergan keyin bu yerga. Akademiyani o'sha eng gullagan davri o'sha Habib Abdullayev davri edi. Samarqandlar ochilmasdan u dunyodan o'tib qoldi bu odam. Erta ketdi, 60 ga to'lmay ketib qolgan. Ammo shu davrda Ahmad Al-Asqarovich, O'tkir Islomovlar, Nasrdiyevlar, Sidiq Rahimov degan bo'lardi, boshqa bir gala arxeologlar Moskva bilan Peterda o'qib qaytib kelishdi. Faol kira boshladi bular arxeologik hayotiga. Shu jumladan Afrosiyobda hammamiz ishladik. Keyin farmon bo'lgan. Butun arxeologlar borib yubileyni ta'minlash uchun xizmat qilsin Afrosiyobda. Mixail Yevgenich shunda oxirgi yillari kafedra mudiri Strajdinov degan bir mashhur matematik rektor edi u kishi. Akademik. Mana Mixail Yevgenyevich shunday farmon keldi. Siz ham kafedradan chiqib xizmat qilasiz. Bormayman degan. Nega bormas ekansiz? U bir pelxo'yga bir odam edi-da, aytgan. Nima aytadi ekan? Men o'sha yerda umrim o'tgan. Samarqand meni jonajon shahrim. O'sha yerda tug'ilganman men. Samarqandni yaxshi bilaman men. Lekin Samarqand rahbariyati yaramas xalq. Nega? O'sha yerda 20-yillarimi, 30-yillarimi O'zkom Staris
bo'lib qolgan. Turk komissariyasi yo'qolib ketgan. Samarqandga borganda qarasa, Registonda ustalar Sherdor madrasasini portalini restavratsiya qilyapti. Keyin mana bu guldasta deydi. Ikkita bashni bor, ikkita nima minora ikki tarafda. O'shaning ustida ajoyib qisman saqlangan kufiy yozuvida ishlangan oyatlar bor ekan. Uni mahalliy ustalar qolgan qutganini chopib tashlab, bilan bunday ko'k plitkani o'zini naqshni yo'q qilib yopishtirib ketavergan ekan. Bu to'xta nima qilyapsanlar deb, manda materiali bor, buni hammasini yatga bilan terganmiz biz. Bir zamonlar o'sha madrasani tagidagi fundamentda terib, to'kilgan haligi oyatlarni korobkaga, yashiklarga taxlagan ekan bu zeyda bular. Tezda zing'illab o'sha korobkani olib keladi. Mana shularni terasan joyingga. Mahalliy ustalar aytadi, Ivan, sen nimani tushunasan? Bu bizni meros. Sen begonasan. Quloq solmaydi menga. Qayerdan kelib qoldi bu falokat deb turib. Bu janjal qiladi, to'rbalan qiladi. Yo'q deydi. Nimani tushunasan? Biz bilamiz, ota-bobamiz usta bo'lgan. Qani u? Yo'q-ku, qani? Qaydan olaman buni? Mana deb beradi. Ya qaydan ko'tarib kelgansan? Men qaydan bilay deydi ular. Xullas, partiyalarning kattalariga chiqadi, shaharga chiqadi, oblastga chiqadi, hech kim quloq solmaydi-da bunga. Nagimay Samarqandga ne bu deb ketgan ekan bu. Kimga gapirgan, nimaga hech kim bilmaydi. Shuni aytgan hali rektorimizga. Degan, yechilib ketdi bunga degan. Biz sizga ishonib o'tiribmiz biz. Siz qilmasangiz, o'sha talabingizni qo'ying yana. Yo'q degan, men gapimdan qaytmayman degan. Shu bilan peshi zaявление degan. Mana senga zaявление ketgan. Sirojiddinov shunaqa degan. Sirojiddinov Sa'd Hasanovich yaxshi odam edi. Misol uchun men dissertatsiya yozayotganimda matematik metodlarni ishlatganman, arxeologiyaga qarashganman, konsultatsiya bergan shu odam. Endi mana u gaplarni men keyin, Mas'ud o'lib ketgandan keyin eshitdim men. Uni yaqin shogirdlaridan. Ammo kafedra Lunina, Usmanova, boshqalar davomchi bo'lib turib, o'sha Turkmanistondagi raskopga doim Mervda bo'lardi. Bakteriyaga, Surxondaryoga raskopga chiqarlardi. Ba'zi birlari Xorazm ekspeditsiyasiga borib kelardi, Qozog'istonga chiqib kelardi. Almashuv kuchli edi. Bizi talabalar butun O'rta Osiyodan kelmaydimi? Tarqab ketgan boshqa respublikalarga. Aloqa yaxshi edi. Misol uchun bizda ishlab yurgan qizlar, Buxorolik Yulduz degan qiz bor, hozir muzeyda ishlaydi. Keyin Ayman degan Qoraqalpoqda yashaydigan qozoq qiz bor edi. O'shalar borib Krasnaya Rechka degan mashhur bir buddistskiy xramni kovlab bergan. Gorechova degan arxeolog ham bizda o'qib ketgan edi. Shu kursdoshlar mana shunday edi hammasi. Universitet tugatganlar. Hozir ham shunaqamiz. Ana shu tufayli arxeologlar o'zi qiziq bir xalq. Birdaniga yig'ilib qoladi, chuqur qiladi, o'zini tushunadi, keyin birdaniga yo'qolib qoladi hammasi. Ko'chga ekspeditsiya ketib qoldi. Shaharda ham birdaniga hammasi yig'ilib qolib, hech kim quloq solmay, o'zini muammolarini mana qilib, chuqur qilib tortishib birbirini tanlamaydi. Yo'q, seni fikring noto'g'ri, mana shu meni fikrim. Hech qachon qovushmaydi bular. Chunki arxeolog uchun mana shu kovlayotgan tepasi bu dunyoning kindagi-da. Butun hammadan analogiya, o'xshamasligini ko'rsatib, mana shu nimani qiyofasi mana shunaqa bo'lgan, samoylar davrini keramikasi mana shunaqa bo'lgan deydi-da ular, o'ziniki materiallar asosida. Boshqasidagi yo'q, bunaqa emas, bunaqa. Qovushmaydigan xalq bular. Rashk qilar ekan-da ishini. Ana bu foydasi katta buni. Foydasi katta. Keyin xullasi 30 yil Samarqandda umrim o'tdi mana. Institut ochildi. O'sha yerda ishladim. Pensiyaga chiqib mustaqillik. Qiyin yillar. 93-92-yillar direktorman o'sha yerda.
oylik Kam. $10 yo yetadi yo yetmaydi. Direktorda oyligi so'm kupon chiqqan unda. De ko'p yoshlar tashlab ketib qoldi chidamasdan. Endi imkoniyat bor qadar akademiya xor qilmadi. Beradigan pulni vaqtida yuborib turdi. Keyin shundaman Buyuk Ipak yo'li programmasi boshlangan. Samarqandda ustidan o'tdi. Institutda yig'dim hammasini. Osh damladik. Muhokamalar bo'ldi. Keyin men hammasini oldiga qo'ydim. Kelinglar, birga ishlaylik. Endi Amerika ham bor, Xitoy ham bor, Yevropa bor, boshqalari bor, induslar bor. Men aytdim, taklifingiz, menda javob beryapti, savol beryapti. Xo'p, maqsadingiz nima o'zi? Centralniy Aziya, Markaziy Osiyo, Ipak yo'li deyapmiz. Ipak yo'li turk xalqlarining yo'li aslida. Это внутренние дороги связи turkskих народов всех. Dumlari Xitoyga, Yevropaga, Hindistonga dumi chiqqan, xvostovые части там. Dedi. U keyin bilsam bir zodagon odam ekan. Toza, eng yuqori tabaqani vakili ekan. Lalita Nero degan Neroni nevarasini eri ekan. U arxeolog, kelib ketib turar edi. Ana shunday qilib keyin keng ko'lamda shartnomalar tuzib, chet eldan arxeologlar o'zini puli bilan keladi. Men aytaman, institut o'shanda ham puli bor edi byudjetni ekspeditsiyaga. Bir qismi bizdan pul, bir qismi sizdan. Publikatsiya shu yerda bo'ladi, lekin shu odamlar, bizni odamlar bilan siz ham chet elda ham publikatsiya chiqarasizlar. Keyin shart qo'yganman. Mana shu bizni talabalarni, ilmiy xodimlarni hammasini bir boshdan reja asosida 2-3 haftalik stajirovkaga chaqirasizlar. Bibliotekalarda o'tirsin. Tilni ozmi yo'qmi bilan qilib o'rgansin, til aylansin. Deb turib, institut yaxshi yurib ketib qoldi. Chunki narujniy dala ishdan tashqaridan keladigan byudjet qo'shildi-da, mutaxassislar qo'shildi, metodikalarni o'rgandik, birinchi kompyuterlarni ko'tarib keldi bular. Xor bo'lmadi arxeologiya shundan. Keyin doktorskiy ishim qolib ketuvdi meni. Eskaravalik qilaman deb. Ikkinchi surog'im tugayapti. Shu bilan shart ariza yozimda doktorskiga o'tirdim. Temir Sherinovich, yaxshi yigit, o'zimiz uka. U ham ko'p qiynaldi, ko'p kurashdi. Yurgizdi institutda. Shu bilan asta-sekin hozir mana yaxshi yurishib ketgan institut. Hozir byudjet deysizmi, kadrmi, transportmi, hammasi bor menimdek. Oxirgi yillari menga juda kattakon foydani, juda kattakon podдержкani Abduhakimov Azizjon qilib ketdi. Premier ministr shunda. Arxeologiyani yaxshi ko'rardi, yaxshi bilardi ham. Shu juda katta xizmat qilib ketdi. Arxeologiya instituti hozir eng ilg'or institutlardan bittasi SNGda. Samarqanddagini aytyapsiz? Toshkentda mana markaz ochildi. Buni ham ishlari yomon emas. Universitet mana hozir oxirgi yillari dalaga pul topolmay qoldi. Hozir mana Anatoliy Sagdullayev grant yutib, shu yildan boshlab ekspeditsiyaga kafedra ham chiqa boshladi. Kelajakda hammasi xudo xohlasa yurib ketsa kerak degan umidda yuribmiz. Nasib. Qayerga raskopkaga chiqishyapti Anatoliy aka? Qashqadaryoga chiqdik. Qashqadaryo, chunki men bir umr Qarshida umrim o'tgan. Sagdullayevni umri Keshda o'tgan. O'zi o'sha yerda tug'ilgan bu. Yerqo'rg'onga pul ajratildi davlatdan. Yerqo'rg'on endi afsus hozir tang ahvolda. Sababi birinchidan Qarshinskiy magistralniy kanal kattakon suv asosan Amudaryodan ichardi. Qarshi suv siyralashgan. Daryoning sathi pastlagan. Keyin ko'p kanal zaxkashlar loy yig'ilib suv yurmaydigan bo'lib qolgan. O'sha kattakon KMKning kanalini kuzda bordim, endi sug'orish tugagan, ozgina mashincha suv turibdi, lekin qarasam tagidagi loy to'lib qolgan. Melioratsiya ishlari sust bo'lgan. Eng yomoni yomg'ir kam yog'yapti. Yomg'ir kam yog'yapti davrda.
suv tanqis. Endi yer qo'rg'onga keladigan bo'lsak, o'sha 50 yil mobaynida, o'sha 73-yil edi KMK o'tgani. 50 yil mobaynida butun vohani yer osti suvlarida ko'tarilib ketgan. Chunki voha 3 barobar maydoni kengaygan, aholi zich ko'payib ketgan, yangi joylar o'zlashtirilgan. O'sha 30 yil ichida yo'q, 50 yilga yaqin, 73dan hozirgacha 50 yil mobaynida voha zaxlab ketgan. Bilasiz, o'sha yer qo'rg'oni devorlari baland, 7-8 metrlik devorlar. Devorda ustida yursangiz shamol yolab ketmaydimi? Garmsel shamollar ko'p u yerda. Xorazm bilasiz. G'ishlari chok ko'rinib turardi. Pastkam o'sha 4-5 metrlik tepalarda ham yursangiz devorda chizig'i unday bilinardi. Hozir borsam 5 yil oldin shu holatga uchradim deb bormay qo'ydim ko'pdan buyon. Usti mana shunday po'panak haligi porsildoq deydi. Qotgan haligi kukumga o'xshagan, qotgan haligi taqir. Oyoq bossangiz bir qarich sho'rxokka oyog'ingiz kirib ketadi. Endi uni shamol olib ketyapti. Yoqqan suv ham yuvib ketyapti. Keyin o'sha tag zaxlagandan keyin ajriq o'sib, ko'kmak bo'lib, devorni yarim beligacha 2-3 metr, ba'zi bir joyda 4 metrgacha ajriq bosib ketibdi. Devorlarni turgan val devorlarni nuragan-ku. Demak, tagi hammasi zax. Endi o'sha yerda modifikatsiya qilaman deb, men ham talab qilib, kurashib, pul undiraman deb yaqqa xatda yozib harakat qildim-da. Hokimiyat bilan doim aloqadaman. Shular aytdirsam, aka keling, bir bizga ham topshiriq tushyapti, modifikatsiya qilish kerak. O'sha yerda ehrom chuqurroqda. Uni kovlayotgan davrimiz, Sovet davrida ham shunday razrez qilib kesib ketamiz. Uyga choy ichgani ketamiz, soat 12da to'xtardik. 12dan 4gacha ish yo'q, chunki kuydirib yuboradi. Saratonda ishlaymiz-da. Keyin soat 4da qaytib kelsak, hali yangi tozalab ketgan razrez oqarib qolgan, tuz chiqib. 4 soat. Tuz chiqib oqarib turar edi. Ya'ni o'sha davrda o'sha tagi pochva saloni, suv sho'ridda. Tagidagi o'sha oqava suvlari. Zahkashlar olib ketardi hammasini mana. Endi hozir zahkashlar ham ishdan chiqqan. O'sha bu ehromda ikkita imorati bor. Mana bu Vostochniy Xolm deymiz, sharqiy bir tepa, qadimgi birinchi ehrom. Tagida Ahmonlar davri bor. Ustida Elensiyskiy xram bo'lgan. Keyin 3-asrda so'nggi Pahlaviylar, Sosonlar mamlakatni qo'lga oladi 3-asrda Pahlaviylar yiqilib. Ma'riflik Pahlaviylar Sosoniydan qochib kelib, Naqshabga o'tirib, Yerqo'rg'onni qaytadan qurishadi. Oxirgi eng yirik stроительный period Yerqo'rg'onda oxirgi gullasi o'sha 3-asrda bo'lgan. Elensiyskiy sloyda bunday tekslab olib, pastga tashab, uni ustiga platforma qo'yib, yangi xramni ko'tarishadi. Uni keyin kitobda men berdim, o'sha hammasi bo'ldi. Elensiyskiy ham вообще yo'q, hozir qolmagan. Lekin transheyada bunday kessam, ikkinchi imorati turibdi bu yerda, kattakon imorat, hozir ham kattakon do'ng, 4 qavatli kattakon monumentalli imorat, piramida shaklida qurilgan. Devorlari bunday 45 gradus, suvog'i ham qolgan pastki qismida. U ham bir xramda bir so'nggi bosqichi ekan. Ammo lekin shuni mamlakatga devorning tagida nishaplik devorning tagida kattakon baronda ikkita keladigan kvadrat g'ishtdan terilgan altar chiqdi. Podium. Ustiga pishig'ish qoplangan ekan, qolmagan. Bitta ikkita turibdi qatorida. Eng muhimi, mamlakat devor yotkazayotganda chop tashlagan bular. Bu diagonali chop tashlaganda ichki tarafdagi buton qolgan, bu yoqda o'sha kesilib yo'qolib ketgan. Bu yoqda mamlakatga grecheskiy pilastr qilib qo'ygan, relyefni 4 tarafini oqlab, shtukaturka qilib, ganch bilan oqlab qo'ygan ekan. Shu fotografiyasi bor menda. O'yladimki, shuni birinchi namuna sifatida muzeyga topshiraylik. Ocha boshlasak, o'sha necha yil o'tgan o'rtada qo'ygan turpog'imiz shu shimgan,
bo'sh turpoqda ko'mganimiz. Ichida suv albatta yuradi. Havo ham yuradi uni ichida. Mana shu shtukaturkalari somonshuvdan ajrab tikka-tik bu o'shanda ham bo'lak edi. Bo'laklari tozalab cho'tka bilan tozalasak tap etib yiqilaverdi. Aytdim to'xtab shu bo'ldi. Tegib bo'lmaydi menga endi. Ajrab qolamiz ham. Yana o'sha joyiga qo'yib, turpoq bilan bosib, to'g'rilab, ustidan ko'mib yubordim yana. Endi mana shu vaziyatda hozir o'sha ehromni ochib, ustini yopganim bilan tagidagi suv sho'r chiqaverib, yemirib tashlaydi hammasini. Tushuntirdim men hokimiyatga. O'zimiz rahbariyatga tushuntirdim. Shu yer qo'rg'onga atalgan pullar axir chiqdi. Farhod aytdi, direktorimiz Rustam aka mana shunaqa ishlash kerak. Aytdim, Farhodjon, buni endi keshga turamiz. Kesh o'rganilmagan. Amir Temur vatani nima qilsa ham. Sagdullayev doktorskiy zayishda qilgan, o'sha davrda ozgina adabiyotda kovlarkan, kafedrani moliyaviy resurs kichkina, talabalar praktika sifatida ishlangan, xaritalar tuzilgan, qayerda qanaqa tepa hammasi bor, raskopkalar katta bo'lmagan. Keyin kelishgan holda hozir keshga chiqdim men. Borsam kovlaydigan joyini uncha tayini yo'qroq keshda. Chunki arxeolog borib muntazam ravishda o'tirib, voydod qilib, haligi tegmaysan, yo'qmaysan, aralashmaysan degan vaziyat bo'lmagan keshda. 60-yilda yaqinroq 60-yillarning boshida o'shanda men talaba biza. Kesh xayolimda ham yo'q. Yahyo'lamizga Buxoroga boramiz, Farg'onaga boramiz. O'sha Uzunqir deydigan maydon Ahmolar davriga oid. Tekislarning o'zi nima ekilgan ekan? Usum. Vinodeliya. Sharsabzi katta uy zavodlari bor. Keyin bu atroflarda qaynar degan joyda kichkina korxonalar bor. Yaxshi vinolar chiqardi Sharsabzdan. Qizil xoraki deydi, yo'qolib ketdi hozir, ichganman men ham. Yaxshi vino edi. Naturalniy, yaxshi qizil. Kecha kuni shu sentyabr ichida o'sha yerga borib yuribman, aylanib bir ikkita odamlarim bilan, bir mahalliy odam bilan gaplashib, o'sha qani bu tekislanib ketib qolibdi-ku, desam, yoshi katta odam, domla bilmaysiz, bu pasti baland, uri yiqit mamlaqangi bir joylar edi bu. Rahmat davlatga tekislab berdi hammasini. deydi-da, desa bo'ladimi? Demak, o'sha yer qo'rg'onga o'xshagan bularning ichida 40 xil imoratlarning qoldalari bo'lgan, tekslangan, ustiga o'simlik borgan, e'tiborsizlik bo'lgan bu davrda. Sovet davrida bunaqa hodisalar juda ko'p edi, Sovet davrida, afsus. Juda ko'pi yo'qolib ketgan ekan-da, demak. O'sha yer qo'rg'onni men birinchi boshlaganimda 73-yili Sergey Kuzmich Kabana degan boboy yurardi, pensioner. Kasalman, frontovik, yaxshi odam edi, men aytdiki, o'shanda men qayerda kovlayman, yoshman, arxeolog materialga och bo'ladi doim. Bir narsani toping. G'ayratli. Bir narsani qiling, bir narsani men ko'rsatay hammaga deb yuribman. Buxoroga boraman, Samarqand ko'raman. Sergey Kuzmich aytdiki, Rustam Hamidovich, siz o'sha yerga boring dedi. Juda katta stroyka ketyapti dedi. Pul juda katta dedi. Ya star edi, siz o'zingiz qarang dedi. Borsam, KMK 80 metr yana daryo. To'la suv kelyapti bu daryodan. Shuluktepa, O'rta asr Nasaf shahri. Dumaloq shahristoni bor, keyin burchakda katta bir piramidasi bor. Qo'rg'on, bashna, ark. O'sha Dumaloq shaharda shahristonni qibla tarafidagi qismini kesib, bu yoqqa o'tib ketdi. Voydod qilib endi hali shagayish ekskavator degani bo'lar edi. Mamlakatni ikkitasi sig'adi bitta kovshga. Olib buldozerga tashasa, nimaga haligi samosvalga tashasa o'tirib qolardi ko'ti samosvalda. Ikkita chasha bilan to'lg'izib, ikkita haligi kovsh bilan to'lg'izib, keyin ketardi, ikkinchi kelib turpoq tashiyatibdi.
to'xtatdim, shu haligi traktorist so'kinadi, to'xtatma, mani ishima deb. Voydod qilib, obkom bordim, bu yoq bordim. Keyin mana u Sredostroy degan idora bo'lardi. Loyihalash instituti bordi, Chorsida, Ko'kaldosh shunday yonida. O'sha yerga kirib kartasini olsam, kartada kanal amodellar shunday kelib, qarshi vohasidan shunday o'tib, yer qo'rg'oni usti qoq o'rtasida yorib ketyapti. Aytdim, nima qilyapsanlar? Qayerdan keldi bu? Aytdim, Moskvadan. Bir qo'limda zakonni ko'tarib olgan, SSR zakon bir qo'limda kartani ko'tarib olganman, janjallasha Moskvaga borgan o'sha proyekt institutgacha. Bo'pti, hisobga olamiz. Telefon qildi, uchtita deb. Keyin bu yerga keldim men. Kanalni pastdan olasan deyman. Nima deyapsiz siz? Otilib ketamiz biz. Yuqoridan olamiz. Agarda pastdan olsak, kanalni odog'ida bilasizmi, necha 100 gektar suvsiz qolib ketadi. Chiqolmaydi suvga. O'disam deydi bo'lsa, ko'madda hech. Xullas Shayx Ali bilan yer qo'rg'oni orasidan o'tkazdi bular. Kanalda. O'zi yer qo'rg'oni ichidagi chuqur joylarda ko'lmaylar turadi. Shu kanal yuqoridan o'tgandan keyin tagi qumoq emasmi? Suv o'sha yerdan keyin ko'tarila boshladi. Hozir ko'lmaylar yana ko'payib ketgan. Hokimiyat bilan maslahatlashib, yerga bir tut ekadigan bo'ldik biz. Menga dedim, pingta tutdi, oq tut bor-ku. Balxi tut deydi, nima bir bala tut deydi-ku, oq shirin tutlar. Marvarid tutam deydi uni. O'shanaqani Alisherjon Zokirov degan zam hokim bor, turizm o'sha yodgorlik agentstvani vakili. Shu bilan maslahat qilib yozib berdim nima kerakligini. Xudo xolasa amalga oshiraman hammasini. O'sha 1000 ta qalamchani butun har bir ko'lmakda atrofiga ekaman. Kanal bo'ylab 1 kilometr kamida ikki tarafiga ekaman. U suv tortadi. Azaldan bizni ota-bobolar sinalgan narsa. O'sha yerda pastroqda Pudina degan qishloq bor. Xo'jalar yashaydi, eshonlar. Husomata degan avliyosi bor. 16-asr vayrona masjidi bor edi. 16-asrni hovuzi turibdi hozir ham. Atrofda o'sha davrda ekilgan tutlar. Kundasi manodan katta bo'lib ketgan, ichi o'yilib ketgan. Bachalab, bolalab navda chiqarib atrofda o'sha hovuz atrof o'rmon bo'lib ketgan. Demak, tut suvni tozalash, salqinlash vazifasini o'sha 600 yil mobaynida bajarib turibdi-da. Niyatim shu, yerqorga butun tut ekib tashlayman. Keyin unisi Pavloniya, u daraxt, bu daraxt ham zo'r deyishdimi, aytdim, qo'yinglar, tutdan yaxshisi yo'lda yuribman. Endi bu bajariladigan ishlarimiz. Ustoz, boya aytdingiz, kafedra doim Surxondaryoga borar dedingiz. Endi Surxondaryoda juda mashhur yodgorliklar borda. Bor. Mana Ritveladzedan, Sagdullayevdan, Pugachenkovadan ko'p o'qiganmiz. Kushon davri, undan oldingi davr. Endi siz ham Surxondaryoda ishlaganmisiz? Yo'q. Ishlasizmi bo'lgan bu yerda? Nima bo'lgan? Oxirgi yillari Sovet davrida kafedra O'zbekistonda Kershskaya kompleksni arxeologik ekspeditsiya qilib turib, Qashqadaryoni butun kartasini tuzib, o'ta-bitta ko'rlab yurdi bular. Praktika vaqtida faqatgina. Muntazam byudjeti yo'q edi bularda. MERF Turkman mustaqillik yillari to'xtab qoldi. Keyin asosiy kuchni Sovet davridan boshlab turib, chunki Turkmanistonda o'sha 50-60-yillar o'zlari kadrlar ham ko'payib qoldi-da. MERF susaydi shunda. Pugachenkovalar keyin Surxondaryoda Xalchayon degan mashhur bir saroy deydi, ehrom asli. Ehrom ochilib, keyin kafedrada dars berib unda Galento'lini. Kafedra o'sha o'qigan yillarim edi, oxirgi yilimiz o'sha ochilib qoldi. Nima? Xalchayon. Keyin kafedrani bir qismi o'sha urib ketib qoldi. Ejik bizdan 1-2 yoshroq. Keyin ejik katta bo'layotganda MERF o'sha yopilib ketib,
talabalar borsa borib, bormasa bormay, asosiy kuch Surxondaryoga o'tib ketib qoldi. Ana shunday qilib, kafedra antik davri, o'rta asr davrini o'rganishda qo'shgan hissasi hamma davrlarga qo'shgan hissasi katta. Endi mana qarang ustoz, suhbatimiz so'ngiga deyarli yetib boryapti. Nazarimda mana shu bugungi kunda siz hali hanuz kafedrada faoliyat olib boryapsiz. Men ko'p chiqishlaringizda, nutqlaringizda ko'rganman va tinglaganman. Aytgansizki, bu alma mater degansiz. Ya'ni shu yerdan faoliyatingiz, qaysidir ma'noda ijodingiz boshlanib, demak, tabiiyki sizga uzoq umr tilaymiz, lekin aytgansizki, mana shu yerdan demak umrimni boshlanish ibtidosi va intihosi mana shu kafedra bilan bog'liq bo'ladi degan gaplarni ko'p bor zaboningizdan eshitganman va bugun biz mana shu kafedraga atalgan suhbatni uyushtirar ekanmiz. Suhbat so'ngida agarda qandaydir tilaklaringiz bo'lsa, kasbdoshlaringizga, shogirdlaringizga, bevosita siz bilan bugungi kunda kafedrada faoliyat olib borayotgan ustozlarga mana sizda hozir mana shunday imkoniyat bor. Marhamat ustoz. Rahmat o'g'lim. Endi biz oshimizni oshab, yostimizni yashab qo'ygan odammiz. Pensiyaga chiqib, men keyin kafedraga keldim. Chaqirib yotardi bular, keling. Kafedrani ko'pchilik tashlab ketib qoldi deb. Qisqarib ketgan edi hamma narsa. Xudoga ming shukr, hozir hamma narsa qaytadan tiklanib, ortig'i bilan o'lchanadigan hajmga yetib qoldi. Bizning vazifamiz bundan buyon faqat nasihat berib, yoshlarni ko'paytirish. Bizning izimizni bosadigan odam kerak. Bu sohada ham sifat jihatdan arxeologiya rivojlanib boshlandi. Yangi prezidentimizning yangi tashabbuslari ko'ra yo'l ochildi. Chet eldan kelayotgan mutaxassislar doim biz bilan aralash holda ishlayapti. Yoshlarimiz chet elga chiqib kelyapti. Bu nima degani? Bu taraqqiyotning garovi. Aloqa bor ekan, ilm fan o'sadi, madaniyat rivojlanadi, ekonomika rivojlanadi, to'ladi, qozon to'ladi degandek, tak? Xalqaro bordi keldi azaldan bizga xos. Savdogarlikka, muomalaga, diplomatiyaga xalqimiz qorida bor qobiliyati. Ana shu davronlar kelib, asta-sekin Markaziy Osiyo o'zini avvalgi qadimiy ahamiyati, o'rnini egallab tiklayapti. Ya'ni sharq bilan g'arb, janub bilan shimol orasida markaz bo'lgan bizning sivilizatsiya aslida deganda. Sivilizatsiyalar markazi deydi, yo'q. O'zini maxsus o'zining sivilizatsiyasi bo'lgan bu yerda. Misol sizga Ibn Sino asari, qonun, tibb qonunlari. 12-asrda shu narsa Yevropada tarjima qilinyapti latin tiliga. 14-asrda Kitayda Xitoy tiliga tarjima qilinyapti bu narsa. Bu nima degani? O'rta Osiyo sivilizatsiyasi tarixi degani. Ana shu manba, shu darajaga biz yetishimiz kerak kelajakda. Turkiston tiklanish kerak. Rahmat. Aynan mana shu nuqtada ustoz, men bizga ajratilgan daqiqalarni inobatga olgan holatda bugungi qurultoyimizni yopiq deb e'lon qilaman. Nazarimda biz bugun nafaqat kafedra tarixiga, faoliyatingiz tarixiga, balki umuman mintaqa tarixiga yuzlanishga muvaffaq bo'ldik. Bu albatta quvonarli holat, chunki o'ylaymanki tinglovchilarimiz hozir demak bugun biz faqat tarix fakultetini o'tmishiga yuzlanar ekanmiz deb o'ylagan bo'lsa, suhbat boshida biz mana qarang, mana shu soatlar ichida ko'p mavzularga to'xtalishga, ko'p davrlarga va eng asosiysi ko'p siymolarni, shaxslarni tilga olishga muvaffaq bo'ldik. Bu o'ziga xos bir qandaydir tarixga, o'tmishga nigoh bo'ldi deb o'ylayman. Ustoz, vaqt ajratib studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun sizga tashakkur deymiz. Biz uchun tabiiyki ko'rsatuvimiz uchun, loyihamiz uchun bu o'ziga xos sharaf. Boshimiz osmonga yetdi. Imkon bo'lsa takroran sizni o'tuvimizga, studiyamizga
da'vat etib qolamiz. Suhbat so'ngida an'anaga muvofiq tinglovchilarga yuzlaman. Agarda bugungi suhbatimiz sizlar uchun manfaatli kelgan bo'lsa, o'zingiz uchun yangi bilimlarni kashf qila olgan bo'lsangiz, albatta izohlar bo'limiga o'tib suhbat haqidagi fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishni unutmang. Agarda Qurultoy ilmiy ma'rifiy podkastini qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsangiz, albatta yoqtiruv tugmasini bosib o'tgan holatda bizga dalda bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar. El mehriga qondosh